Senga aytmasdan uylanganim uchunmi? Noto'g'ri ish qildingiz. Men savob ish qildim. Savob kerak bo'lganida namoz o'qirdingiz, sadaqa bergan yoki hajga borardingiz. Ammo savob bahonasida boshqa ayolga uylandingiz. Muammoing uylanganimda emas. Balki Sairada. Meni undan rashk qilyapsan. Unga hasad qilyapsan. To'g'ri, unga hasad qilaman. U o'qimishli, mendan chiroyli. Men o'z haqiqatimni tan olaman. Lekin bugun siz ham haqiqatni aytasiz. Bu qarorni ongli ravishda qabul qildingizmi? Sairani beva qolganini bilgach, ataylab xotiningiz va farzandlaringizdan uzoqlashdingiz, istaklaringizni amalga oshirish uchun. Men hech qanday noto'g'ri ish qilmadim. Uni sevganingizni savob ishni qo'b ortiga yashirmoqchisiz. Vijdoningiz ham qilgan ishingiz noto'g'ri ekanini biladi. Xudo hammasini ko'rib turibdi. Agar sen haqiqiy va taqvodor musulmon, sadoqatli va itoatkor xotin bo'lganingda, bunday gaplarni aytishga jur'at etmasding. Spirtli ichimliklar ichasiz, foizga pul olasiz. 5 mahal namoz o'qib turing, juma namozini ham eslatishimga to'g'ri kelardi. Aslida siz menga eslatishingiz kerak. Qur'onni o'qish, o'rganish va chin dildan tushunish o'rtasida katta farq bor.